Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ovchi Legendary va bugungi videomiz horror va sirlarga borib bo'lgan video bo'ladi. Chunki hamma bilsa kerak, Minecraft o'z ichida juda ham sirlarni saqlagan o'yin. Bu haqida faqat kam odam biladi va o'shalar qatorida men ham kiraman. Mana bugun hamma bilsa kerak, Minecraftda musiqa bor. Ya'ni juda ham yaxshi, normal. Minecraftni o'zi yasagan musiqalar. Lekin bitta narsa qiziq. Bu musiqa nima unda? Har birida juda ham g'alati nomlar bor. Lekin bu musiqaning nomi shunchaki 11. Nima uchun? Bu qanday musiqa o'zi? Hamma bilsa kerak. Bunda asosiy hech qanday musiqa yo'q. Faqatgina ikki odamning gaplashuvi bor xolos. Vashit u odam emas. Bittasi shunchaki vijvaniyaga odam bo'lsa, ikkinchisini kuzatgan o'sha qo'rqinchli odam. Aytmoqchimanki, aynan o'sha voqealarda juda ham qo'rqinchli narsalar yuz bergan. Ya'ni juda ham sirli musiqa. Juda ham sirli. Lekin bitta narsa borki, biz hozir uni eshita olmaymiz, chunki men telefonda o'ynayapman. Bu yerda hech qanday zvuk eshitilmaydi. Chunki Minecraft sal boshqacha ishlayapti. Chunki bunga sabab men turli xil modlarni Minecraftga qo'shganim tufayli endi bu musiqa hozir ishlamayapti. Noki hech qishiyomi sizlarga shunchaki montajda musiqasini qo'yaman. Aytgancha bu voqealarni hammasini birma-bir so'zlab ham beraman. Biroz o'tgan voqealarni qarashik. Bu yerda u o'z diskini, musiqasini qilayotgandi. Aynan bu Minecraftdagi disk. Oddiy musiqa. U kompyuterda yo'qolgan bola haqida eshitadi, ko'rib qoladi. Okey, Minecraft o'ynashni xohlab qoldi. Va Minecraft That's probably for the best. I'll talk to you later, Matt. ancha Peace. vaqt o'tadi. Minecraft mirsizda bo'lingandi. U o'z dunyosiga knopkani bosgani zahoti musiqa birdan o'chadi. O'chgandan keyin u qo'rqib cho'chib ketadi va disk pochoyga qaraydi. Disk parchalangandi. U hayrat bilan nazar solarkan ekan. U bu narsani ko'rib qo'rqishni boshlaydi. Lekin u singan bo'laklarni qayta o'z joyiga qo'yadi. Oxirgisi so'nggisini qo'ygandan keyin ko'zga yaraveradi. Keyin baribir aynan o'sha diskni qo'yadi. Va u bundaniga aql bo'ladi. Keyin Minecraft olamida yashay boshlaydi. Oydinga kirib, ortiga qo'ygan paytda ortiga kimdir ketayotganini anglaydi. Faktini oladi. Qo'yadi, yondiradi. Orqasidan hech kim topolmaydi. Orqasidan u bir kitobni oladi.
va varaqlardan bu fakel o'chib qoladi. Qayta yondiradi. Enderman o'zgargan. Uning ko'zi birdaniga oq rangga yuz keladi. Keyin esa orqadan hamma bildik. Hamma tushungandir. Minecraftda bu video aynan Herobrine bilan bog'liqmi? Aynan bu disk ham. Lekin savol, nimaga ikkalasi bir xil va nimaga qanday qilib bu Minecraftga qo'yishgan va bu zvukdan nimani tushunish mumkin? O'tgan voqealardan so'ng tushunish mumkinki, Minecraft Herobrine borligini yasirmoqchi. Aynan shu sabab bu Herobrine'ga ishora demoqchiman. Bu disk o'zida sirli narsalarni jamlagan. Nimaga deysizmi? G'ordagi tovushlar, bo'lib o'tgan voqealar, boyagi sizlarga qo'yib bergan videoyim ham aynan shu disk ichida. Aytmoqchimanki, u aynan Herobrine haqida, aynan birinchi Herobrine qanday paydo bo'lgani haqida informatsiyadek ta'sir qiladi. Aniq bilamanki, bu disk o'zida yana ham ko'proq sirni ichiga olgan. Albatta, bu keyingi videolarda bo'ladi. Sizlar bilan uch legendary bo'ldi. Mana bugungi video tugadi. Sog' salomat. Hammaga xayr.